Koreyada qo'limga kishan solib immigratsiyaga olib ketib qolishgan. Gap shundaki, o'sha vaqtda kelganimga endi 6 oy bo'lgandi. Turmush o'rtog'im orqali kirib kelganman. Uyda ozroq zerikdim va ishlab ko'rgim keldi, lekin vizam bilan ishlashga qonuniy ruxsatim yo'q edi. Shunda ham bir telefon do'konga sotuvchi bo'lib ishga kirdim. Aniq esimda, o'sha kuni ertalab nimagadir ishga borgim kelmadi, lekin o'zimni majburlab bordim. Odatiy ishimni qilib yurganimda do'konimiz to'g'risida birgala bo'yniga bejik taqqan kishilar bizga qarab turganini payqadim. Yonimda pokistonlik qiz ham nolegal holatda ishlardi. U odamlar immigratsiya xodimlari ekan, yonimizga kelib bizni savolga tuta boshlashdi. Vizang bormi, kimsan, qayerdansan? Bunaqa vaziyatga birinchi marta tushganim uchun oldinda meni nima kutayotganini sezmasdim. Koreys tilini ham yaxshi bilmasdim. Hozir savol berib yana ketishadi deb o'yladim. Do'kon boshlig'i ham oldimizda edi va immigratsiya xodimlari unga qarab pokistonlik qiz nolegal holatda ishlagani uchun olib ketishga keldik deb qoldi. Pokistonlik qiz esa shu vaqtda menga qarab, bu qiz meni sherigim, birga yashaymiz deb qoldi. Shunda immigratsiya xodimlari mendan ham vizang bormi deb so'rab qolishdi. O'sha vaqtda qonunlarni yaxshi bilmaganim uchun vizamni ko'rsatsam menga indashmaydi deb o'ylab, mana vizam deb ko'rsatib qo'ydim. Immigratsiya xodimlari esa siz ham noqonuniy ishlayapsiz ekan deb pokistonlik qizga qo'shib meni ham olib ketishga qaror qilishdi. Hikoyamning davomini keyingi reysda qo'yaman.